Zorayna sota shopni bir oddushat reklam etib kerak ekan bir chiki etib. Bo'ldi, gittik. Yo'q. İkimiz jo'ra bo'lib, oqibatni otoshopda doğuluymiz. Degan ma'noda ikki jo'ra bo'lib. Ne diyecek su gap bilen Peri maşında oturad diyecek misiniz? Ne, shoshlikni pishirib reklam etish kerak edi, aychanda o'tirib. Şurada pişiremiz? Bir de shap pishirasan. Pişiremiz? Shap pishirasan bir de. Shunda shoshlik pishirib bo'lamyo. Peçkede pişiremiz. Pesyan to'kin bundan dikchakmisa? Asu bir pasyam berberarmi? Bo'lyam, shu bilan narvon yot ketadi. Zo'ra bir safar pul bermin duralı sana azı perini ateş kebaba girizib bir yeb içtirib shoshliklarni ya bardak çaylarni içirib Tushunmadim, Zo'ra Zo'ra. chekkadim. Ne oldu ya o? Shuncha yil mashina orqasida o'tirdim. Nechali chopdizlar meni. Endi haqqimni yeysekmisizlar? Yo, men haqqimni yana o'zing emas. Menga yedirjakmisan? Men haqqimni yeyishga sanam haqqim yo'q. Bir haqqim. Ateş kebap, bir boshqacha.